sassiq baliqni ta'mi kelmaydi, umuman ta'msiz, hidsiz hisoblanadi. Assalomu alaykum, men sizlarga marina kollagen haqida ma'lumot beraman. Bu marina kollagen dengiz, ya'ni baliq kollageni hisoblanadi. Baliq kollageni mo'ysagi kollageniga nisbatan juda ham tez so'riladi va effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bu imенно marina kollagen vitamin C bilan boyitilgan. Vitamin C bilan boyitilgan kollagenda effekti 2-3 baravarga kuchayadi va vitamin C bu yoshlik, ya'ni go'zallik, yoshlik vitamini hisoblanadi. Ta'sir doirasini kuchaytirib beradi kollagenni. Albatta bu kollagen ichlarni juda ham zo'r tozalab beradi. Ortiqcha suvlarni, otyoklarni chiqazib berish hisobiga tarozidan ya'ni yengil bo'lasizlar. Obyomdan, agar suv bilan, shish bilan semirgan insonlar bo'lsa, obyomdan резко уже bilinadi. Bu kollagenni ichganda albatta hech qanaqangi bir ta'm sassiq boshqa kollagenlarga nisbatan sassiq baliqni ta'mi kelmaydi, umuman ta'msiz, hidsiz hisoblanadi. Ichish tartiblarini albatta sotib olgandan keyin aytamiz. Foydalari juda ham kuchli. Soch to'kilishlarni to'xtatadi, ajinlarni shunaqa zo'r yoyib beradi. Qisqa muddatda effekti zo'r bilinadi. Yosh ko'rinishda yordam beradi. Ichki organizmni ham, tashqi go'zallikni ham, terini ham, yoshligini, tarangligini, terini tonusini oshirib beradi. Peptid bilan boyitilgan, bu juda ham kuchli, juda ham foydali hisoblanadi. Bir kurs lecheniya 6 oy kollagenda yoki bo'lmasam doimiy ichib yursa ham bo'ladi. Faqat va faqat foyda. Bu kollagen tirnoqlarni mustahkamlab beradi. Boya aytganimdek, yuzni yoshartirib beradi. Yuz osilmasdan, masalan, o'sha 30 yoshdan keyin yuz osilishni boshlaydi. Ayniqsa ozayotgan odamlarda yoki ozgan insonlarda yuz osilib tushishi boshlaydi. Har kuni ko'rganda o'ziga bilinmaydi, lekin atak tashqaridan haqiqatan yoshi o'tgan, yoshi katta bo'lgandek ko'rinib qoladi. Shuning uchun ham 30 yoshdan keyin albatta hamma kollagenni ratsionga kiritish kerak. Bu kollagen ham homiladorlarga ham, emuzuklilarga ham, homilador emuzukli bo'lmaganlarga ham, yoshlarga ham, yoshi kattalarga ham, erkak, ayol hammaga birdek mumkin bo'lgan kollagen hisoblanadi. 21 porsiyadan iborat, ya'ni bu 21 kunga yetadi degani. Ichish tartibini olganingizdan so'ng tushuntiramiz va bu kollagen aniq ayta olaman, har biri halollik sertifikatiga ega bu kollagenni Rossiyaniki hisoblanadi va eng zo'r boshqa Xitoyda nohalol bo'lgan, sertifikati bo'lmagan kollagenni olgandan ko'ra buni olib maza qilib ichish kerak. Narxi ham zo'r, o'zini effekti ham eng zo'r bo'lgan kollagen hisoblanadi.